Braziliya mezbonlik qilayotgan boks bo'yicha Jahon Kubogida yarim final uchrashuvlari boshlandi. G'oliblar chempionlik jangiga yo'llanmani qo'lga kiritsa, mag'lub bo'lganlar musobaqani tark etsa, bronza medallarga ega bo'ladi. O'zbekiston terma jamoasidan 8 nafar vakillari ushbu bosqichga yetib kelgan edi. 50 kg ishtirok etayotgan Asilbek Jalilov Jahon Kubogi bosqichida finalchiga aylandi. U hindistonlik Jadumaniga qarshi ringga chiqib, 3-2 hisobida g'alaba qozondi. To'rabek Habibullayev yarim final bahsida Hindiston vakili bilan uchrashdi. Bokschimiz Vishalni qiyinchiliksiz mag'lub etib, hal qiluvchi uchrashuv yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Jang hamyurtimizni 5-0 hisobida g'alabasi bilan yakunlangan. 75 kg Fazliddin Erkinboyev ham finalchilar safiga qo'shildi. Polshalik Mixail Yarlinskiga qarshi jang hakamlari hamyurtimizni 4-1 hisobda zafar quchganini qayd etishdi. Eng og'ir vaznda ishtirok etayotgan Jahongir Zokirov esa qozog'istonlik Daniel Saparbaga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. 5-0. 60 kg Madiyor Doniyorov yarim finalda mezbon Luis Oliveriga qarshi bahs olib bordi va hakamlarning qarorlariga ko'ra 1-4 hisobida mag'lub bo'ldi. World Boxing tashkiloti kubogining navbatdagi kunida yarim final janglari davom ettiriladi. Bokschilarimizdan yana 3 nafari finalga chiqish uchun urinib ko'rishadi.